Fuqarolarning kundalik hayotida uchrayotgan muammolarni o'rganish va aholining murojaatlarini joyida tinglash, ularga tezkor va samarali yechim topish maqsadida Nurafshon shahri Navro'z mahallasida sayyor qabul tashkil etildi. Hozir shu haqda. Sayyor qabulda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi ishchi guruh a'zolari, Nurafshon shahri hokimi, tegishli tashkilot va xizmat vakillari ishtirok etishdi. Sayyor qabul davomida 21 nafar fuqaroning 33 ta murojaati atroflicha ko'rib chiqildi. Murojaatlar turlicha yo'nalishlardagi uy-joy masalalari, ish bilan ta'minlash, ijtimoiy yordam, yer ajratish, yo'l va infratuzilma muammolari, shuningdek, kommunal xizmatlar bilan bog'liq holatlarni qamrab oldi. Men bugun Nurafshon shahar Bobur mahallasidan keldim. Shu sayyor qabuliga 2 oy oldin, aprel 15-ida kelganimda, 1 oyda ichida mahallamiz asfalt qilib berildi. Haqqoniy tungi chiroqlar qo'yib berildi. Prezidentimizga ming rahmat. Shunday xalqqa bizani o'ylaganlar uchun juda ham katta rahmat. Navro'z mahallasiga hokimimiz oldiga keldik. Yana bitta muammom bor edi. Shu muammoni hal qilib berishga va'da berdilar. 10 kunning ichida shu bolalar maydonchasiga o'yingoh qo'yib beramiz deyishdi. Bizani shunchalik xalq, el, yurtni o'ylagani uchun katta rahmat deb aytaman. Eng muhimi, fuqarolarning fikr va takliflari sinchiklab o'rganildi. Ayrim masalalar jarayonning o'zida hal etilgan bo'lsa, yechimi vaqt talab qiladigan murojaatlar yuzasidan aniq ijro muddati va mas'ullar belgilandi. Ularning bajarilishi qat'iy nazoratga olindi. Mazkur sayyor qabul nafaqat fuqarolarning muammolarini eshitish, balki davlat organlari bilan bevosita muloqotni yo'lga qo'yish, ochiqlik hamda shaffoflik tamoyillarini amalda namoyon etish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi. Fuqarolarga xizmat qilish, ularning dardini tinglash va yordam ko'rsatish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligi yana bir bor o'z tasdig'ini topdi.